Damas avtomobilimizni hadoyini hayotga qaytadan tikladi degan bo'laveradi akalar. Chunki avtomobilimizni hadoyi ancha xafa bo'lib ketgan ekan. Buni o'zimni ko'nglimdaqa qilib, o'zimda avtomobilni qilgandaqa, xudo xolos hadon qilib berdik. Buni barakalarni tushirdik-da. Barakalar yorug' joyi bor ekan, xudo xolos buni chiroyli qilib, svarakalab, tiniq qilib berdik va chirpaxan korpusi mashinaxon joyiga Damas'ik Amazon kirishkasi bu o'shanga qo'yishni qattiq so'raganga xolos buni chiroyli qilib shabalar yasab, svarakalab qilib berdik va lokononkani yevro koreyskiy so'ymadan qo'yib beryapti akalar. Sharovoy yo'lni qo'yiladi, pachuni mayatni qo'yilyapti akalar. Keyin bilasizlar, avtomobil eskirgan sari borib nima turgan Amazon turgan joyini tepasi temir bo'ladi, ashlar ham keng ketgan ekan. Buni chiroyli qilib berdik. Barakalarni boltlari turgan joylar rezvalar o'zi zanglab ketadi-yu, qaytadan rezvalarni chiroyli qilib ochib, mehr berdik ekan. Bunaqa avtomobillarga mehr bermasangiz boru, avtomobil yumshoq bo'lmaydi va maza qilib yurmaydi. Supportlar ovozini yo'qotib berdik akalarim. Prujnalar yangi qo'yishgan ekan. Prujnalarda 28 sm qo'yib qo'yishgan ekan. Shu yoki ustakalarimizga yoki bo'lmasa nazmiga akuna sal bo'lsa ham foydali bo'ladi. Damas avtomobiliga prujna qo'yilib turganda iloji boricha 26 sm o'lchab qo'yganlaring yaxshi, chunki bu akamizga qo'yishgan 400 ming so'mga oldi ikkitasini. Lekin daqqalash umuman 2 barobar kuchga ketib qolgan. Bu o'zi sinib ketgandan keyin prujna almashgan ekan. Endi bu misol uchun o'zimga o'xshagan hamkasbimga foydali bo'lib ekan. Ishni sevib qilsangiz har doim ishingiz barakali va sifatli bo'ladi ekan. Birinchi o'rinda ishingiz ham sifatli, ham barakali bo'lsa yaxshi. Sizga kelgan insonlar sizdan baraka topsa va yana siz yoningizga keladi va bergan puliga rozi bo'lib qo'yadi.